tayyor biznes izlab yurganlar bo'lsa agar zir sotuvga qo'yilyapti. 10 sotix maydonni egallagan, ko'chalar asfalt qilingan, ko'p suvlari, to'klari kelgan, ulangan holatda, gazlari ham bor, ozgina hujjatlari bilan ishlari bo'ldilar. Xo'p, qaranglar, hozirgi kunda bu joyimizdagi mahsulotlarni o'zini tayyor holatdagisi 200 million so'mga yaqin summani tashkil etadi. Ya'ni mana bunaqa nerjavik hamda temir mahsulotlarini ishlab chiqaradigan sex, qo'shimchasiga stanok apparatlarini o'zi deyarli tayi 100 mingga bo'lib qoladi dedilar. Chunki stanok apparatlardan tashqari mana mahsulotlari, mana bunaqa o'zini maxsus gaz ballonlari, hamma sharoitlari qilingan. Hali ikkinchi qavatga showroomga ham chiqamiz. Bitta sizlarga qisqacha sexni ko'rsataman. Umumiy 10 sotix maydonga qurilgan holatda, adashmasam 16 tami 17 tami kameralar bilan jihozlangan, hammasi zamonaviy so'nggi turdagi Xitoydan kelgan sexlar, lazerli apparatlarigacha tayyor dedilar. Bu yerda mana qolgan apparatlari, ya'ni shu sohani ichida bo'lgan odamlar tushunadi. Buni qulay tomoni, xohlasalaringiz joyini o'zini sotib olinglar. Xohlasalaringiz agar sizlarga qiziq bo'lsa mana bu texnikalarini o'zini sotib olinglar, yo'qida ikkovini birgalikda olib maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'sha mashhur lazerli apparatlari, ya'ni bunga programmasiga, miyasiga kiritasizlar, kerakli sizlarga dizaynni, o'sha dizaynni o'zi chiroyli qilib kesib beradi. Tepada kesilgan mahsulotlarni ham qisqacha ko'rsataman. Masalan, mana shu lazerli apparatda kesilgan, mana bu soat lazerli apparatda kesilgan, choynak piyolarga quyayotgan ko'rinishida. Xo'p, bu yerda yana qo'shimcha stanoklarda hamma sharoitlari qilingan. Egalari aytishlari bo'yicha juda ham barakali biznes bo'lgan. Faqat egalari boshqa bundan ham yana ham kattaroq biznesni rivojlantirib yuborganlari uchun bu yoq hozirgi kunda bo'sh turgani uchun bir odam olib maza qilib foydalansin, ishlatsin, baraka topsin ular ham degan ma'noda sotuvga qo'yishayotgan ekanlar. Boshqa bizneslar bilan bu yoqqa vaqt ajrata olmayotgan ekanlar egalari. Xo'p, bu yoqda chiqayotgan mahsulotlar hali Buxoroda yangilik, Buxoroda bironta sexda, stanoklarda yo'q dedilar. Ya'ni teplый polni korobkasi, ya'ni shit bo'ladi-ku, avtomat texnika. Bu teplый polni shitini yasab chiqarayotgan ekanlar. Ya'ni buni qolib hali hech qayerda yo'q dedilar. Bu yoqda stulchalar yasab qo'yilgan, adashmasam. Davom etamiz. Mana o'sha lazerli apparatda kesilgan mahsulotlar, mana namunasini ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana buni qaraysiz, mana bu yoqqa tutsam menimcha yaxshiroq ko'rinadi. Mana ko'ryapsizlar? Mana shu stanoklarda kesilgan yoki mana qaranglar, bunisini qaranglar chiroyligini. Parij, Eiffel. Mana stanoklarda kesilgan holatda shunaqa narsalar chiqqan. Bundan ham kattaroq o'lchamlarga qo'yib bemalol kessalaringiz bo'ladi. Men sizlarga qisqacha ko'rsatyapman. Mana bu o'sha aytganim tayyor holatdagisi, nimani ko'rsatganim hozirgi santexnika uchun foydalaniladigan teplый polni shiti. Bu yoqda yana qo'shimcha o'sha gaz ballonlari. Bu yoqda yana oshxona uchun mo'ljallangan, ya'ni restoranlarni ish stoli uchun mo'ljallangan xom ashyolar va mana bunaqa pech, juda ultra ekonomli pech dedilar buni. Bu adashmasam mana bu nimani ostatkasi bo'ladi-ku, benzinni, neftni ostatkasi, o'sha narsaga ishlaydigan juda ekonomli pech dedilar. Bu pechimiz mana bu maxsus sirli kraskalarni quritish uchun foydalanilar ekan. Endi esa qaranglar, mana bu qismida ikkita sanuzul xonasi, o'zini ichida tayyor oshxonasi hamda yana bir qancha ombor xonalari mavjud. Stanoklarni qaranglar, yo'q, stanokni o'zi yo'q. Mana bu yoqda yana ko'rsalaringiz bo'ladi. Shu temirchilik mahsulotlari bu yoqdagi joylardan kelib o'zlari ichkarisiga kirib ko'rasizlar. Endi esa men sizlarga qisqacha ikkinchi qavatdagi ofisini ko'rsatib o'taman. Bu yoqda yana qo'shimcha mahsulotlar. Ya'ni ikkinchi qavatga ko'tarilib bo'ldik. Bu yoqda perilalar, ya'ni zinani perilalari yasalgan. Bularni bemalol yasab biladilar. Bu yoqda mana o'sha aytganimdek, hozir bu yoq showroom qilingan holatda, kamera kuzatuvlari qilingan showroomimizda bular nimalarni yasay oladilar, shularni showroomini tayyorlab qo'ygan. Ya'ni shu stanoklardan shunaqa narsalar chiqarsa bo'ladi, bundan ham zo'r narsalar chiqarsa bo'ladi. Bu yoq endi o'zlaringiz fantaziyalaringiz. Yana nima desa bo'ladi? Mana qaranglar. Yasalgan mahsulotlar juda ham chiroyli chiqqan. Tajriba bunaqa yetishganlar yasaganlar. Kamera kuzatuvlari. Bu boshliqlar xonasi bo'ladi. Yumshoq mebellar qilingan, kompyuterlar hammasi qoladi. Mana bu yerdan kamera kuzatuvidan bemalol
boshqarib tursangiz bo'ladi nima bo'layotganini. Turgan joylaringizdan mana bu yerda mana ichkarida ish jarayonini ham bemalol ko'rib turishlaringiz mumkin ekan. Xo'p. Bu yerda buxgalterning xonasi. Bu yerda ham konditsioner qilingan, ishchilar uchun kerakli hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan va mana bu yerda yana alohida 6 ta xona mavjud ekan. 4 ta adashmasam. Bu yerda sanuzul uchun joy, kladovka, sanuzul. Imom bunaqa ta'mirlash ishlari chala qolgan yana kichkina xonalardan iborat, ya'ni bemalol yashab ishlasa bo'ladigan holatda turibdi ushbu joyimiz. Mana pastda lokatsiyasi ham degan raqamlarda bo'ladi.